Baxtli bo'lishingiz uchun sizga qancha pul kerak? 200 ming? 500 ming? Bir million. Ha, pulning ko'pi bo'lmaydi, to'g'rimi? Ammo olimlar bu fikrga qo'shilmaydilar. Ular baxt pulda emasligini aytishadi. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, hayotdan qoniqish hissi bir yillik daromad miqdoriga qarab o'sib boradi. Biroq bu holat jarayonning ilk bosqichida kuzatiladi. Ma'lum bir vaqtga kelib o'sish ko'rsatkichlari tusha boshlaydi. Hayotdan qoniqish hissi pasayadi. Ha, bu siz baxt pulda emasligini tushunib yetadigan o'sha nuqta. Xo'sh, nima uchun pul insonga baxt keltirmaydi? Ba'zan aksincha ham bo'ladi. Buning sabablaridan biri shundaki, avvaliga pul insonning asosiy ehtiyojlari, oziq-ovqat, turar joy, kiyim-kechak, ba'zan esa sayohat kabilarni qoplaydi. Keyin esa ma'lum miqdordagi pulga ega bo'lib, badavlat insonlar guruhiga qo'shilasiz va B.U. Aleksandr shirinligi sizni avvalgidek hayron qoldirmay qo'yadi. Shu tariqa avvalgidan yaxshiroq narsalarga ega bo'lishni xohlaysiz. Misol uchun, Dyson Fanny haftada bir necha marta uqalash seansi, Travis Scottnikidan yaxshiroq krossovka, avvallari uqalash seansi va spa siz uchun badavlat insonlarga xos mashg'ulotdek tuyulgan bo'lsa, endi unga zarurat sifatida qaray boshlaysiz. Uni o'zingizni tetik his qilish, yaxshi tashqi ko'rinishga ega bo'lish uchun zaruratga aylantirasiz. Xo'sh, baxtli bo'lishingiz uchun qancha pul kerakligini bilishni xohlaysizmi? Bu qayerda istiqomat qilishingizga ham bevosita bog'liq. Amerikaliklar yoki yevropaliklarga buning uchun yiliga 100 ming AQSh dollari yetib ortadi. Latin Amerikasida yashaydigan odamlar esa 35 ming dollar kifoya qiladi. Sharqiy Yevropa odamlariga 45 ming dollar atrofida pul kerak bo'ladi. Bu oyiga 250 ming rubldan ko'p pul ishlab topishingiz shart emas degani. Bundan ko'pi sizni baxtsiz qilib qo'yadi. Boisi 250 minglik chegaradan o'tgandan keyin o'zingizni badavlat odamlar orasidagi eng nochori sifatida his qilishni boshlaysiz. 986 million. Men endi milliarder emasman, Richard. Men 986 millionerman. DJ Khaled o'zining musiqiy albomlaridan birini Suffering from Success, muvaffaqiyatdan azoblanib deya nomlaganda butkul haq bo'lgan. Ma'lum bir nuqtaga yetib kelganingizdan keyin har bir yangi dollar tanangizdagi bir tomchi serotoninni o'g'irlay boshlaydi. Shunday ekan, muvaffaqiyat sizga azob keltirishi ham mumkin. Ayniqsa, bu boshqalarning muvaffaqiyati bo'lsa.